Yondim, yana yondim, chidadim, balki ko'yin berib qolar deb. Men ko'yinni ustozlardan qizg'onardim, sen ko'yinimga qarab sintirmulib qoldim. Yondim, yana yondim, chidadim, balki ko'yin berib qolar deb. Men ko'yinlarni ustozdan qizg'onardim, ko'yinimga qarab sintirmulib qoldim. Yondim, yana yondim, chidadim, balki point berib qolar deb. Men pointni ustozlardan ham qizg'onardim, so'ng ko'ynimga qarab sintirmulib qoldim. Yondim, yana yondim, juniorni qarab so'ng yondim. Assalomu alaykum bolalar. Bu men Junior IT akademiyasini yana bir marta sizlarga reklama qilib bermoqchiman. Короче, Junior IT akademiyasida o'qinglar, короче. Chunki agar kommentariyada yozsanglar, men dasturlash haqida video olaman. Hech kim mana shunaqa dasturlash haqida videolar qo'ymaydi YouTube'da va hech kim o'rgatmaydi. Faqat Junior IT akademiyasi. Hammaga xayr bolalar. Bu video eng qisqasi bo'ldi menimcha. Yondim, yana yondim. Bolalar. Yondim, yana yondim, chidadim, balki ko'yin berib qolar deb. Men ko'yinni ustozlardan qizg'onardim, ko'yinimga qarab sintirmulib qoldim. Hammaga xayr. Bu Behruz Craft kanali edi. Albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.